Bir Uyg'ur domla aytib bergan edi. Qora aka, men bir joyga bordim. U joyga borsam meni bir taajjubga soldi deydi. Menga savol berdi. Qarilik yoshiga yetibsiz, dunyodagi jannatni ko'ryapsizmi deb menga savol berdi deydi. Men hayron bo'ldim. Dunyoda qanaqa qilib jannatni ko'rish mumkin desam, siz uyda o'g'lingizni, qizingizni kutib o'tirsangiz, kel, otajon, onajon men keldim deb bitta quchoqlab turib, oyog'ingizni yozing, bir oyoqlaringizni bosib qo'yay desa-yu, oyog'ingiz bosganda dunyoni, jannatini his qilar ekansiz deb aytdi deyapti-da. 50 dan o'tgandan keyin sal oyoqlar og'riydi-ku hammaniki. Otamizni, onamizni oyoqlarini bosib, bag'rimizga bosib, otajon, onajon deyishlik baxti bugun bizda bor-da. Hozir bu gapni gapiryapman, ota-onasi vafot etganlar yig'lab o'tiribsizlar-a. Sizlarga ham xushxabar bor. Ixlos surasini 3 marta o'qib, otajon, onajon, sizni yaxshi ko'raman. Mana shu xatmi sag'irni savobini baxshid etdim deng. Inshaalloh ularga fastabsharubi xushxabar beriladi. Bugun seni bolangdan mana shu xatmi Qur'on keldi deb xushxabar beriladi. Ular ruxsat bo'ladi. Ulardan qolgan g'animatlar, amma xolalar, amak tog'alarning holidan xabar olaylik. Biz kimnidir qadrlasak, kimnidir qadrga yetsak, inshaalloh Alloh taolo bizni ham qadrlaydi.